Voh, bu yog'i ham zo'r chiqyapti kartishlar, lekin bori oldingiga o'xshab. Aka olmang. Ke uka. Charchamadingizmi? Yaxshimisiz, so'misiz? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Nima gap? Aytgan ishlaringizni hal qildim, kartishgan orttirib yubordim. Ortib yordinglarmi? Orttirib yubordim. Sabzini ham o'zim olaman deyaptilar. Nima qilay, chaqiraymi? Kelyaptimi o'zi? Kelyaptilar. Mana tushib kelyaptilar. Hormaylar, xirmonga baraka. Umringga baraka, ke ukam. Assalomu alaykum. Sizimizdan charchamaysan, qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, charchamayapsanmi? Rahmat. Nima bo'ldi uka? Ortib yordinglarmi kartishkani? Kartishkalarni ortib oldik, xudo xolasi. Shunga azizga kech qolib ketib qoldik. Pulni qachon berasan ukam? Keyingi haftaning oxirlariga, uka. Xudo xolasi, bir to'rt bitta tashlab ketaman. Sabzilar ham pishib qolibdi-yu, sabzilarni ham nima qilib yuboraylik? Sabzini hozir qo'yib tur. Kartishkani hal qilib qo'yaylik. Pulni bersang, biz yaxshi niyat qilib bir ukaga bir mashina beramiz. Sabzi hozir rosa ketyapti-da. To'g'rilab yuborardi lekin. Oldin kartishkani yopamiz. Keyin sabzini gaplashamiz. Degan odam emasmiz. Endi ukam bitta narsa. Ukam aka yaxshi bola degan uchun sabzi ishlaymiz. Mayli, aka. O'zi ancha-muncha kartishkani olib ketdi. Pulni olib kel, keyin yo'g'ini hal qilamiz. Bo'ladimi? Bo'ldi aka. Senga ishonamiz ukam. Keyingi haftalarda ko'rishamiz. Bo'ldi ukam. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Charchamagan. Yo'q, bittalarni to'g'ri tushunganda hamma narsani vaqti bor. Pulni olib kelsa kiyveramiz. Tankni pis qilmaqiza. Yuring, ketdi, oyim kutib qoldi. Ketamiz. Bo'pti, ketdik. Mana hozirlar yaxshi bo'ldi deb ukam. Gapirmang aka. Lekin bir narsa, ana kartishka olib ketgan bola cho'ta ko'rinyapti-da. Aka, uni avariya bo'ldi deb eshitdim. Mahallada shunaqa deyishyotdi. Men senga aytdim, o'shanda sabzini ham berib yuboring deyotgandim, mana ko'rdingmi, sabzini bermamiz zo'r bo'libdi. Uni bilishda ekan, Bekzod degan og'aynim ham qidirib yuribdi. Ulardan ham tonna olgan ekan. Yaxshi ish bo'lmabdi. Nima qildi, ketdikmi odam? Ketdi, yuring aka. Uy keta qolaylik bo'lmasa. Ketdik bo'lmasa. Jonni tegizsizlar aka. Ay qara, jonimga teging, hamma qarting so'rab kelyapti. Mana shu qolasan endi, tushundingmi? Bilganingni qilgan. To'xting, chetga oling. Aka, mana shu odammi? O'sha bolami o'zi ish O'sha qiladi. bola. Men senga aytgan edim. Birovning haqqi birovga yuqmaydi. Ko'rdingmi? To'g'ri aka, Xudoni o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Yuring, ketdik. Mayli, bo'ladigan ish bo'pti, ketdik.